Dadasi! Ketyapman. Ha o'g'lim, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hasan bolajonim. Ota. Nega xafa bo'lasiz? Men payg'ambarimizni oldiga ketyapman axir. Shunga ham xafa bo'lasizmi, ota? Payg'ambarimiz keladigan vaqt bo'ldi. Qibla tarafdan keladilar. Hozir. Meni qiblaga turgizinglar. Hozir. Hasan. Hasan bolajonim. Bir-biringizni ranjitmanglar. Allohni, payg'ambarimizni sevinglar. Namozga hushyor bo'ling. Musulmon bo'ling. Dinga xizmat qiling. Allohga xizmat qiling. Ota qarang, payg'ambarimiz kelyaptilar. Oppoq otga minib olganlar. Yo'llarida Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Hazrat Xalda. Orqalaridan sahobalar kelishmoqda. Qarang, 20 kishida. Hammalar o'qotda. Ko'ryapman ota. Ko'ryapman ota. Rasululloh kelyaptilar. Meni olib ketgani kelyaptilar. Ana ko'prikdan o'tyaptilar. Yaqinlashdilar. Ya Allah. Ya Rasululloh. Sizsiz dertlerge derman, dertli kalp As-salatu was-salatu alayka ya Rasululloh. ya Muhammed, As-salatu was-salam ya Habibullah. ya Muhammed, As-salatu was-salam ya Nabiyullah. Ya Sayyidil Avvalina ve ahirin. ey sevgilim, selamsız gel, ya Muhammed. Hasan! Esselamu